Bugun 3-sessiyamni topshirdim. Sessiyamiz obedda edi. Shuning uchun ertaroq borishga harakat etdim. Nasib bo'lsa hammasi zo'r bo'ladi deb ozgina kutdim. Bu bo'lar ekan deb qarab o'tirsam, sessiyamiz qog'oz variantda bo'lar ekan deb starsamiz kelib qoldi. Sessiyani kankildatib tashlab, kursdoshlar bilan o'tirishga ketdik. Plan bo'yicha o'zi sessiyadan chiqib hammamiz jinoligimiz kerak edi. To'g'risam, oldin ishlar bilan bo'lib, kursdoshlar bilan o'tirishga bormaydigan edim. Qarnimizni yaxshilab to'ydirib, keyin o'yin kulgi boshlanib ketdi. To'g'risam, diydor g'animat ekan. Odamni ko'rsa, bahri dil ochiladi degan rostda. Gruppada 34 dona studentning ichida 3 dona bolamiz. Hammalari qiz bo'lgani uchun sal o'ynavga tortindik. Lekin ko'z tegmasin, bizlardan kursdoshlar bir-birini yotsiramaydi. Sal ozgina lezginka bo'ldi. Kursdoshlarimdagi pozitivlik va samimiylik meni har doim kayfiyatimni ko'tarib turadi. To'g'risam, bizlardan xorazmcha va beruniycha qo'shiqlari hech qachon temadan qolmaydi. Bu 4 yilning ichida bizlarning boshimizdan ne kunlar o'tmadi. Studentlik oltin davr degan gapga unchalar ishona olmaydigan edim. Menimcha, har bir insonning hayotidagi eng qiyin davrlari u uchun eng zo'r xotiralar bo'lib qolsa kerak. Xudoga shukr, mening ham shunday zo'r xotiralarim va yaqin insonlarim bor. deb studentskiy qo'shiqlarda aytib o'yin kulgi etaverdik. Meni ko'rib turgan kursdoshlarim, to'g'risini aytadigan bo'lsam, hammangizni yaxshi ko'raman va sizlarni hech qachon unutmayman. 2 dona o'l bola kursdoshim bo'lsa ham, lekin ularni 20sini almashmayman. To'g'risam, prosmotr yaxshi bo'lib turibdi, lekin sal obunalar kam. Bunday videolar davom etishi uchun iltimos obuna bo'lib qo'ying. Videoni mehr oqibatda yo'qotib qo'yajak bo'lgan kursdoshingizga yuborib qo'ying.